Hammaga salom. Sizlar bilan Rizo Gaming YouTube kanali. Bu videoni men o'zim shu telefonda o'ynayotganimda videoga oldim. Ovoz chiqmaydi ekan. O'shunga alohida boshqatdan qo'yapman. Hozir bu yerda shu 16 mingtaga extra time'ga Star Scout ochyapmiz. Agar bu yerda hech bola tushmasa, hech kim tushmasa, hop, hozir bu yerlarda hech kim tushmaydi menimcha. Agar birontasi tushib qolsa, shu yerdan olamiz. Kamida shu 114 yoki 113. 113 dan baland bo'lishi kerak. Mana pasini skip qilamiz. Ketaveradi. Hop. Bu videoda juda ham legendarniy joyi bor. Bu yerda o'zim ozgina montaj qilib qo'yaman. 115 hazard tushgan. 7,5 minglik pakdan. Bu yerga lekin hali bor. Hech kim bermadi. Star Scout olmadi. Undan ko'ra 10 mingtalikdan ochamiz. Hozir bu yerda open pack qilamiz. 4 mingta olmos qolgan. Bu Chempionlar Ligasiga o'tamiz. Menimcha yurmaydi. Da, yurmadi. Hozir extra time kiramiz. Extra time'dan 10 minglik yangi kelgan naborni ochib olamiz. Hozir bu Star Scout'ni 11 mingtami, 12 mingtami qolguncha ochiladi bu. Nimagadir shu sizlar zeriktirib emaslik uchun har doim gapirib turishim kerak, nima deyishni bilmayapman. Bu yerlarni skip qilvarsammikan? Bu yerlarni hozir qirib qo'yarsam, yo'q, bo'lmaydi, qirib qo'yaman. Ketaveradi. Juventus anniversary. Skip 50. Skip qilamiz buni. Hop. Davay over tush birinchidan. Kumir yaxshi, kumir bo'lsa bo'laveradi. Leve menga kerak emas. Skip bu ham. Iltimos sizlardan like, comment, obuna bosib qo'yinglar. Men endi bu birinchi videoyim FC Mobile'da. Shuning uchun sizlardan iltimosim shu bu videoni rekka chiqarish kerak. Rekka chiqarish uchun sizlar yordaminglar kerak bo'ladi. Refresh qilamiz buni, kerak emas. Bunaqa videolarni ko'p qilaman bu yog'iga. RV kim? Kumir. Jarzinho bo'lsa olamiz lekin. Eto'o bor. Full qilib qo'yganman Eto'ni. Bu yerdan lekin men o'tgan sezonda ko'p o'yinchilarni oldim. Bir Bale. Yo'q, bu kerak emas. Bu yerdan hozir men Gullit
Gullitni olganman, Beckenbauer'ni oldim. Oliver Kahn'ni ham oluvdim. Uni extra time yana boshqa tiqib yubordim, chunki tekinli nabordan 112 Casillas'ni oldim. Endi mana bu 10 mingtalikni otamiz. Nabor. Bu yerdan bizga 50 mingta tushib qolsa o'ta zo'r ish bo'lardi. Qani 100 yo'q, 10 mingta yaxshi, 10 mingta bo'laveradi. Xo'sh, shu mingtalikdan ham 3 marta otib yuborsak yaxshi bo'ladi. Iltimos 1000ta. Yo'q, 500 ta. Bu ham bo'laveradi. Boriga baraka endi, nima ham deydik. Shunisi 1000 ta iltimos, 1000 ta, hatto 1000 ta. O, yaxshi, 1000 ta berdi. So'raganim berdi. Davay, 10 ming ta ber, 10 ming ta. 10 ming ta ber. Yo'q, yana 500 ta berdi. Bu yerdan 10 ming ta berish shansi 0.001% bo'lsa kerak. Endi mana yangi kelgan Starscout ochamiz. Bu yerdan aytyapti shu 113 ni olib ketishimiz kerak. Chiqib ketyapti-da shunaqa. Hop. Shu yerdan Charlton kerak menga. Kam topib qo'ydim. Charlton kerak. O, 111 dan 113 gacha. Kim Charlton bo'lsa kerak. Charlton tushsa zo'r bo'lardi. Qani beramikin ko'ramiz. O, Charlton, menimcha Charlton. Kimlar bor bu yerda? Kimlar tushib qolishi mumkin? Iltimos, lekin 111 bermasa yaxshi bo'lardi. Nima bo'lsa bo'ldi, davay 10 mingtalik bosamiz. Ketdi. Kim? Vay. 111 eng pasini berdi-yu. Aylendi nima ham derdik. Olamiz buni. Niderlandiya, CDM, Kumir, Richard. Sotiladigan bo'lganda ham zo'r bo'lardi. Lekin bu yerda sotiladigan bermaydi. Sotiladigan shansi ham yo'q menimcha. Endi bu yerdan ixchamdan 111 plusdan otamiz. 111 plusdan 3 martami 2 martami otsak kerak. Bilasizlar, bugun payshanba, yangi sezonlar kelgan. Hop. Ana 111 plusda. Bu 113 ekan. Bunga 112 kerak ekan. Bunga ham 113 kerak. O, mana shu yaxshi. Bo'laveradi. O'yinchilari ko'p. Anaqa tushirdim bularda, 17 ming ta olmos beruvdi. Shular tushirdim, qani. Let's go. Kim tushadi? 111 bermaydi iltimos. Ne yuradi bu? Lekin menga tushgan o'yin tushdi. Portugaliya, Sama. Yo, Bernardo Silva 111. Bu o'yinchi menga tushgandi. Yana otamiz. 2 ta Bernardo Silva bo'ldi. Qani, davay. O, yaxshi, menga tushmagan o'yin tushdi. Iltimos 111 berma. Niderlandiya, SB yo'q, Cam, Tottenham. Kim bu? Kim? Simon. Nimaga eng pasini beryapti? Nimaga
Negadir eng pastini beryapti. Bo'ldi, bunga o'yinchimiz yetmaydi ekan. Bundan chiqish kerak. Bulardan hammasini shart ketib beraveramiz, chunki boshqa narsaga bo'lmaydi bularda. Extra time ham limitga yetib bo'lgan. Endi sostavni ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi sostav. Mana shu Hazard tushirdim 115. Bu videosi shu oxirrog'ida bo'lishi kerak. Oxirida bo'ladi. Darajasini 30 qilib qo'yamiz. O'ta ham zo'r o'ynaydi menimcha. O'zimda ham 113 Hazard bor edi. 118 qiluvdim. Endi bunisi tushdi. Nimagadir menga Hazard bug bo'lib qolgan. 3-marta tushishi bu Hazard. 113 mana 118 qilganman. Bu joyi hop. Bu joyi eski joy bu. 16 ming extra time oluvdim bu yerda. Endi bu eski joyi bu, haligi videodan oldingi bo'lishi kerak edi bu. Aslida ikkinchiga qo'yib qo'ydim, lekin men buni 5 minut olmasga ham oz qoldi. Hozircha 4 minut olmas bor. Mana shu yerda Don't say they got make it. Hazard, don't say they got make it. Hazard, don't say they got make it. bu karta ko'pchilikka yoqadi. Hammaga xayr. Sizlar bilan Rizo Gaming bo'ldi. Like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin.